Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mayroda ushbu videoda sizga turk tilida milliy va xalqaro sertifikatga tayyorlov onlayn kursi 100% sertifikat 5.0+EI onlayn kurs taqdimotini o'tkazib beraman. Bu kursimiz kimlar uchun? Magistraturaga, doktoranturaga kirmoqchi bo'lganlar, bakalavr chet tili blokidan maksimal ball olmoqchi bo'lganlar uchun, gaplashish uchun, o'rganmoqchi bo'lganlar uchun alohida maxsus konuşma kursimiz ham mavjud. Kurs muallifi Kamina Nasriddinova Iroda Sayfiddin qizi 2020-yildan buyon turk tili sohasida faoliyat yuritib kelaman. Alhamdulillahki bu kursimizni muvaffaqiyatli tugatib, imtihonga kirgan barcha o'quvchilarimiz natija va sertifikatga erishib kelishyapti. Xalqaro TEIS va milliy sefir sertifikatiga ega jabr darajali turk tili ustoziman. Turk va turkiyalik ustozlardan ta'lim olganman. Onlayn va offlaynda 3000 dan ziyod o'quvchilarga ta'lim berganman. Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetining o'zbek filologiya fakultetini tamomlaganman va hozirda magistrantiman. O'zturk turk tiliga ixtisoslashgan sefir va TEISdan sertifikatga tayyorlov markazi asoschilaridanman. Shiorimiz hamma biladi, sizni turk tilidan sertifikatli qilmaguncha tinch qo'ymaymiz. Kursni barchaga mos qilib ishlab chiqqan biz. Studentlarga, o'qiydiganlarga, ishlaydigan ko'plarga, yosh bolali onalarga, yosh kattalar, dangasalar, maktab o'quvchilari, xullas hamma uchun kursimiz to'g'ri keladi. To'liq onlayn formatda bo'lib o'tadi. Maksimal 3 oy davom etadi. Kursimiz davomida 4 ta darajani tugatamiz. Har bir daraja 10 darsdan iborat bo'lib 23 kun davom etadi. A1, A2, B1, B2 darajalar tugatiladi. Imtihon vaqtiga qarab 40 kungacha tezlatilishi ham mumkin. 40 darslik o'quv rejamiz mana ko'rishingiz mumkin. 3 ta ustoz bilan haftada 7 kun dars bo'ladi. 3 kun men tomonidan video yozilgan video darslar, 3 kun kuratorlarimiz bilan jonli darslar bo'lib o'tadi va 1 kun konuşma ustozimiz bilan yakshanba kuni konuşma darslari bo'lib o'tadi. Video darslarimizga to'xtalib o'taman. Video darslar sifatli tarzda elektron doskada yozilgan, shunchaki eski guruhlarimizga o'tilgan video darslar emas. Video darslarda nazariya va grammatikaga to'xtalib o'tganmiz. Video darslarni qiziqarli, sodda, oson bo'lishiga qattiq e'tibor qaratganmiz. Video darslarni istalgan joyda, istalgan vaqtda ko'rishingiz mumkin va real vaqtda istalgan savollaringizga ustozlardan javob ola olasiz. Ikkita video darsimizda YouTubedan ko'rsangiz bo'ladi. Jonli darslarimiz Zoom yoki Telegramdan birida tashkil qilinadi. Video dars bo'yicha savol-javob bo'ladi. 4 ta bosqich ustida ishlanadi. O'quv modellama, yozma konuşma qilinadi. Vazifa va lug'atlar so'raladi, qo'shimcha va mavzular o'rgatiladi. Jonli darslarimiz vaqtlari 1,5-2 soat davom etadi. Kechqurungi ertalab guruhlarimiz mavjud. 8 dan 9:30 gacha, 9:30 dan 11 gacha bo'lib o'tadi ikkala vaqtda ham. Bu tizimning foyda va ustunligi. Foydasi takrorlashga ko'proq vaqt qoladi. Takrorlash esa juda ham muhim. Takrorlash bilimning onasi deb bekorga aytilmagan. Ustunligi esa boshqa kurslar haftada 3 kun bo'ladi. Darsda faqat grammatika va nazariya tushuntiriladi. Takrorlashga esa kamroq vaqt qoladi. Bizda esa takrorlashga juda ham ko'p vaqt bo'ladi. Xohlovchi ayollar uchun maxsus guruhlar ham shakllantiriladi. O'zim faqat ayollarni o'qitaman. Kursimiz davomida nimalar bo'ladi ko'rib chiqamiz. Nazoratchi plus yordamchi AI avvalgi kursimizdan farqli ravishda buni biz qo'shganmiz. Davomatingizni nazorat qiladi, uyga vazifalaringizni nazorat qiladi va tekshiradi. Video darslarni ko'rishingizni nazorat qiladi. Jonli darslarga o'z vaqtida kirishingizga undaydi. Dars bo'yicha savollaringizga real vaqtda 24/7 javob beradi. Gamifikatsiya tizimi joriy qilingan. Uyga vazifalaringizni o'z vaqtida bajarganingiz uchun baholanasiz. Video darslarni ko'rib savollarga javob berganingiz uchun baholanasiz. Jonli darslarga qatnashganingiz uchun baholanasiz. Baholaringiz yaxshi bo'lsa, yakunda sizni mukofotga olib boradi. Eng yaxshi o'quvchiga har bir daraja oxirini birinchi o'rin bilan muvaffaqiyatli tugatgan o'quvchiga keyingi daraja uchun 10% chegirma taqdim etganmiz. Undan tashqari markazimiz tomonidan sovg'alar yutib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Daraja imtihonlari albatta bo'ladi. Mock imtihonlar albatta tashkil qilinib turiladi. B1 darajadan keyin kurs oxirida nimalar bo'ladi? Mehmon spikerlar albatta chaqiriladi. Bitiruv kechasi esdalik sertifikatlar siz uchun beriladi. Kurs 100% kafolatlanadi. Biz o'zimiz va kursimizga ishonamiz va kafolatni beramiz. Kurslarimizni muvaffaqiyatli tugatib, sertifikat ololmasangiz to'lovingizni 100% qaytarib beramiz. Ammo siz ham kursga yozilgandan keyin kursni muvaffaqiyatli tugatishga kafolat berishingiz kerak bo'ladi. O'ziga kafolat bermaydigan o'quvchilarni biz o'qitmaymiz. 1000 dan ortiq o'quvchilar sertifikatlarini ko'rishingiz mumkin. Iroda hoji natijalar Telegram kanalida. Bu kanaldagi barcha o'quvchilarimiz bizani 40 darslik o'quv rejamiz orqali 40 kundan boshlab uzoq 3 oyda natijaga chiqishgan. Bularning ichida yosh talabalar, bittadan 3 tagacha yosh bolali onalar, 45-50 yosh o'rtasidagi opalarimiz, akalarimiz juda ham har xil turdagi insonlar bizning kursimizda o'qib chiqishgan. O'quvchilarimiz fikrlarini Iroda hoji kurs fikrlar Telegram kanalida o'qishingiz mumkin. Bu kanalda turli xil toifadagi 1000 dan ortiq o'quvchilarimiz fikrlari mavjud. Kursimizni mukammal kurs deb baholagan o'quvchilarimiz bo'lgan, boshda ikkilanib keyin esa fikrlarini o'zgartirgan o'quvchilarimiz bo'lgan, qimmat deb boshqa kursni tanlab keyin bizga qaytgan o'quvchilar bo'lgan. Ta'riflarimizga to'xtalib o'taman. Onlayn standart, onlayn premium va onlayn VIP ta'riflarimiz mavjud. Onlayn standartda nima bo'ladi? Kursda mustaqil shug'ullanasiz, 3 oy davom etadi, 4 ta darajani tugatasiz, 6 oy video darslarga ruxsat beriladi. Katta bitiruv oqshom onlayn shaklda, offlayn shaklda bo'ladi. Esdalik sertifikatlar bilan taqdirlanasiz. Mehmon spikerlarga Xo'p, sizda ham albatta bo'ladi. Onlayn standartga qo'shimcha ravishda onlayn premiumda endi 9 oy video darslarga ruxsat beriladi. Kurator shug'ullanadi. Haftada 7 kun dars bo'ladi, davomiylik.
3 kun men tomonidan sifatli tarzda yozib olingan video darslar, 3 kun kuratorlarimiz bilan Zoom yoki Telegramda jonli darslar bo'ladi. Yakshanba kuni konuşma darsi bo'lib o'tadi boshqa 3-ustozimiz bilan. Kuratorlar individual tarzda shug'ullanadi. Uyga vazifalar 100% tekshiriladi. Daraja imtihonlari, mock imtihonlari eng yaxshi o'quvchiga 10% chegirma, plyus qaytarish bilan 100% kafolat, 15-20 kishilik Telegram guruh. Tepada nima degan bo'lsam, hammasi bo'ladi onlayn premiumda. Onlayn Webda esa endi qo'shimcha ravishda 12 oy video darslarga ruxsat beriladi va plyus men tomonidan individual konsultatsiya va men bilan haftada bir kun Zoom orqali jonli dars bo'lib o'tadi. 40 dan ortiq ustozlarimiz jamoasi bor. 2 yildan 5 yilgacha tajribaga ega, barchasi saralab olingan, darajalari J1. Narxlarga to'xtalib o'taman. Kursimiz narxlarini aytishdan oldin bir narsani aytishim kerak. Biz kursimizga o'zimizdan narx qo'ymaganmiz albatta. Boshqa kurslar narxlarini va o'quvchilar fikrlarini o'rganganmiz. Kursga sarflagan mehnatimizni, vaqtimizni va xarajaklarimizdan kelib chiqib, o'rtacha narx belgilaganmiz. Aslida esa ilm baholanmaydi. 3 oylik kursimizning jami narxlari: Online webda 3.300.000 so'm, online premiumda 2.200.000 so'm, online standartda 2 million so'm. 3 oylik kursimizning jami narxlari boshqa to'lov qilinmaydi. 7-sentyabrgacha maxsus chegirma 100 kishi uchun. Nimaga bunaqa narx? Keling hisoblab ko'ramiz. Jami 3 oylik o'rtacha kurs narxlari 1 milliondan 3 million so'mgacha, o'rtacha 2 million so'm hisoblanadi. Bizda esa haftada 7 kun 3 ta ustoz bilan dars. Agar proporsiya qilsak, kursimiz 6 million so'm bo'lishi kerak. Bemalol ayta olamanki, kursimiz narxlari berilayotgan imkoniyatlarga nisbatan anchagina arzon. Bularni ham hisobga oling. To'g'ri, hozir siz bizanikidan ham arzonroq kurs topasiz, lekin o'sha imtihonga to'lagan 500 hozirgi vaqtda 590 ming so'm bo'ldi. Plyus va sarflagan vaqtingizni zoya ketkazmaslikka kafolat bera oladimi? Biz esa kafolatni sertifikat ololmasangiz to'lovingizni 100% qaytarish bilan beramiz. Bizda orqa tarafda 40 dan ziyod ustozlar va katta jamoa ishlaydi. Bitta o'quvchi uchun har bir jamoa a'zoyimiz javobgar. Agar arzonroq ekan deb yoki o'zi dars o'tadigan ustozga yozsangiz, sizni yarim yo'lda qoldirib ketish va siz esa sertifikatsiz qolish ehtimolingiz yo'q emas. 100 kishi uchun 7-sentyabrgacha maxsus chegirma. 3 oylik kursimizning jami narxlari boshqa to'lov qilinmaydi. Online webda 2.247.000 so'm va juda ham ko'p tanlanadigan online premium 1.497.000 so'm. Online standart esa 1.397.000 so'm bo'ladi. 30% chegirmada. Keling premium tarif misolida hisob-kitob qilib ko'ramiz. 1.497.000 so'mni 40 darsga bo'lamiz, 37.425 so'm tushadi. Bitta dars narxi bitta lavash puli bilan bir xil keladi. Yana bitta imkoniyat. Rasmdagi bittada to'lovni 7-sentyabrgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Boshlang'ich 200.000 so'm to'lov qilib o'zingizni o'rningizni band qilsangiz bo'ladi. 100 ta joydan bittasi siz uchun band qilinadi. Kartingizda buncha chiqmagan taqdirda boricha tashlasangiz ham bo'ladi. Hozir boshlang'ich to'lov qilsangiz 1 million so'mlik sovg'alar sizga bepulga beriladi. Motivation darsi kursni oxirigacha bora olishingiz uchun kursni boshidan motivatsiya, ya'ni ruhlantirish maqsadida beriladi. Lug'at yodlashning 13 ta sirli texnikalari. Bu darsni ko'rib qo'llaganingizdan keyin lug'atlarni yodlab keyin esdan chiqarib qo'yish bo'yicha sizda umuman muammo bo'lmaydi. Ilm olish sirlari, ilm o'zi qanday o'rganiladi, qanday o'rganilsa yuqadi, buni o'rganib olasiz. Sun'iy intellekt bilan turk tilini o'rganish darslari, turk tilini yanada tezroq va samaraliroq o'rganasiz. Konuşma uchun sherik sifatida sun'iy intellektdan foydalana boshlaymiz. Turk tiliga kerakli o'zbek tili grammatikasi, bu darslar orqali turk tili grammatikasini hech qanaqa chalkashliklarsiz oson o'rganasiz. 100% sertifikatli bo'lish sirlari. Bu videolar imtihonga kirib qanday qilib yuqori ball olishni o'rgatadi va o'rganish jarayonini osonlashtiradi. Hozirda bittada to'liq to'lov qilsangiz 2 million so'mlik sovg'alar bepulga beriladi. To'liq shaxsiy rivojlanish kursi o'zini yaxshiroq anglashni, aniq maqsad qo'yishni, vaqtni to'g'ri boshqarishni, intizom va foydali odatlarni shakllantirishni, dangasalik va kechikishni yengishni, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishni, moliyani to'g'ri boshqarishni, doimiy o'rganish va rivojlanishni o'rganasiz ushbu darsimiz orqali. Grammatik va lug'at bo'yicha qo'yish testlar bazasi, bu baza hali hech qayerda yo'q. Grammatik va lug'atlarni qiyin usulda emas, testlar bilan oson o'rganasiz. Mock imtihonlar bazasi, 30 dan ziyod mock imtihonlar joylashgan Telegram kanal sizga beriladi. Audio lug'atlar to'plami, barcha lug'atlar audio shaklda beriladi. Yo'llarda ham eshitib ketishingiz mumkin, yozib yodlash shart emas. Kursga yozilish uchun Telegramdan O'zturk adminga yozsangiz to'lov qilishingiz uchun hisob raqami yuboriladi. Cheklarni, ism, familiya raqamingizni, tarifingizni o'qimoqchi bo'lgan guruhlaringizda vaqtini yozib jo'natasiz. To'lov qilishingiz bilan guruhga qo'shilish uchun sizga adminimiz tomonidan guruh linklari yuboriladi. Kurator darslari yoqmasa-chi, agar kurator darslari yoqmasa, dastlabki 2 darsgacha adminlarimizga aytsangiz kuratoringizni almashtirib berishadi. Agar yangi kurator darslari ham yoqmasa, sizga to'lovingizni 100% qaytarib beramiz. Kursimizda ko'rishguncha o'zingiz ehtiyot qiling. Keyingi darslarda sog' bo'ling, salomat bo'ling.